Hovlidan kam joyi yo'q bo'lgan Tashkent City'dagi uyga yarim narxiga Tashkent City'ning ro'parasidagi kvartira topib qo'ydim. O'zining katta bir hovlisi bor, panjaralar bilan o'rab qo'yishgan, yashil maydonlarigacha qilingan, podvallarigacha bor bo'lgan. 75 kvadrat metr neoklassik uslubidan ta'mirdan chiqarib, yangi mebel texnikalari o'rnatib qo'yilgan. Havasingiz keladi ko'rsangiz. Hovlidan kirganda oshxonamiz, bu yerda prixoshka mebellarimiz qilingan, kirganimizda o'rtoqli podyezddan kiradigan temir eshiklarimiz ham bor. Mehmonxonasini qaranglar. Xohlasangiz mebellar, xohlasangiz stol-stullar, mazza qilib televizor ko'rib o'tirish uchun sharoitlari bor. Kir mashinalargacha o'rnatilgan, installyatsiya unitazlari qo'yilgan katta bir sanuzillarimiz. Farzandlarga ajratilgan mana shunaqangi chiroyli yotoqxonamiz, dars qilish uchun sharoitlari ham bor. Ota-ona yotoqxonasini aytmasa ham bo'ladi. Qaranglar, yo'q narsani o'zi yo'q. Hamma narsasi o'rnatib qo'yilgan, konditsionerlargacha qo'yilgan. Bu kvartiramiz 165 ming deyishganda, narxini kelishtiring deb 150 minggacha tushirdik. Yanada o'tib beradigan joylar bor. 75 kvadrat metr plus 15 kvadrat podvali ham bor. Podvalga hovlidan tushish joylari qilingan. Hoziroq telefon qilinglar. Bu narxda bunaqangi joyni topa olmaysizlar o'rtoqlar. Videomizga like bosish va yaqinlarga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin.